Muhammad Ali. Kim u? 20-asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida, o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman. Men eng buyukman. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar. Shu odam harakatlanish qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-asrda eng zo'r sportchisi. Juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularni qaranglar-da. Ajoyib bir aql egasi bo'lgan. Islomni qabul qilib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomni qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan. Shu Muhammad Ali aytadi: "Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. Bu chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb tutib ketar edim. Bu esa shirk deyilgan."